Davom etamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Oqoltin tuman sudining Farg'ona shaharchasida o'tkazilgan sayyor sud majlisida elektrdan noqonuniy foydalangan fermerga nisbatan jinoyat ishi omma oldida muhokama qilinib, unga 2 yil axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi. Hozir shu haqda. Sudlanuvchi fermerga qarashli 20 gektar yer maydoniga tomchilatib sug'orish uskunasi o'rnatilgan, lekin tuman elektr tarmoqlari korxonasi bilan o'zaro kelishilgan holda to'liq shartnomalar asosida hisoblagichlar o'rnatilmagan. Ta'minotchi korxona tomonidan fermerga tomchilatib sug'orish uskunasi elektr energiyasi hisoblagichi o'rnatib berilgan bo'lsa-da, o'tkazilgan tekshirishlar davrida hisoblagichning nazorat muhri bo'lmagani ham sudda ish holatiga oydinlik kiritdi. Oqoltin tuman elektr tarmoqlari korxonasi manfaatlariga jami 46,753,200 so'm moddiy zarar yetkazganligi aniqlandi. Jamoatchilik ishtirokida ko'rilgan mazkur ishda sud fermerga jazo turi va miqdorini tayinlashda uning aybiga to'liq iqrorligini, qilmishlaridan pushaymonligini, muqaddam sudlanmaganligini, yetkazilgan 47 millionga yaqin moddiy zararni to'liq qoplaganligini hisobga oldi. Sudlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismining B-D bandlari bilan har oylik ish haqining 20% miqdorida davlat daromadiga undirib borish sharti bilan 2 yil muddatga axloq tuzatishlar jazosi tayinlandi va Sirdaryo viloyat prokuraturasi tepasi hisob raqamida saqlanayotgan 46,753,200 so'm pul mablag'lari Oqoltin tuman prokuraturasining hisob raqamiga o'tkazilishi belgilandi. Shu kabi noqonuniy ulanishlarning oqibatiga hayotiy misol bo'lgan sud hukmi sayyor sud ishtirokchilari uchun ham saboq bo'lishi aniq. Zero har qanday noqonuniy harakatda baraka bo'lmasligi yana bir bor isbotini topdi.